Alo, Alo, eshitaman. qizim yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kim u? Alaykum assalom, tuzimisiz? Anjandan telefon qilyapmiz, qizim, biz sizni muxlisizmiz deng. Xo'p, rahmat. Ashunga deng, meni Ilhomjon degan o'g'lim bor. Ashu o'g'lim sizni yaxshi ko'rib qopti-da, ash qizni abiymasiz bo'lmaydi deb qo'ymayapti. Shunga meni o'g'limga tegsiz, uyingiz manzilini aytsangiz, sochilikka boraman deyatdim, qizim. Bu yo'q qanaqa bo'ldi? Chekka chiqqanmiz, 2 xona uyimiz bor. Shu uyda sizlarga beramiz. O'g'limni uylab xudolik chiroyli to'y qilamiz. O'g'lim sizni yoningizda yuraveradi, mashinalaringizni minib. Yaxshi bola. 4 ta qo'yi bor, bitta moli ham bor, novvoscha. Shu o'g'limga tegmasangiz bo'lmaydi. Avvalambor rahmat, meni muxlisim ekansiz. Rahmat kattakon. Lekin xola, bu kutilmagan vaziyat bo'ldi. Hozir tushunmadim. Anjanga kelin bo'lsangiz bo'psiz-da, o'g'limga tegmasangiz bo'lmaydi. Uyga kirib olib, to'shakka o'rab olib yig'layapti har kuni. Eshityapsizmi? Teyas, bo'lmasa o'g'lim o'zimi deyapti. Anavi iPhone'im bor deyapti, ikkisiz. Shu iPhone'ini zaryadkasiga o'zim osaman deyapti molxonaga. O'g'lingiz o'zi necha yosh? Necha yosh o'g'lingiz? O'g'lim 18 ga kirdi. Yosh bola ekanlar-ku, o'qimaydilarmi, voy? Yo'q, o'qimaydi, mollari bor. Aytdim-ku, bitta moli bor, novvoscha, shaqi ham bor. 4 ta qo'yi bor. Shunga teyas, bo'ptimi? Men uyingizga boraman sochilikka. O'g'lim yaxshi bola, chiroyli, chachi ko'pgina, bo'ynida holi ham bor, belida ham holi bor bitta qora. Hozir berdi xola. Nima prichon hozir berdi u? Yo'q, bilib qo'yganingiz yaxshi-da, qizim. Rahmat. Avvalambor rahmat, muxlisim ekansiz. Rahmat. Lekin xola, muxlis degani bu sizga xo'p qilyapti degani sizlarga kelin bo'lib tushadi degani emas-da. Tushunasizmi? Yo'q, una demang. Yo yigitingiz olsa aytib qo'ying. Una demang, tegmasangiz bo'lmaydi. Biz-chi mahrigachi sizga bitta xunaji mol beramiz, 2 ta bolasi bor. 5 litr suti bor. Maza qilib ichasizlar. Voy. Ajoyib bo'ldi hozir, voy. Xola, menimcha siz adashib ham tushib qoldingiz. Menimcha boshqa qilmaydi, banka xordingiz menimcha. Shahloxonmi, Shahlo Ahmedova nomerimi? Mashimi Shahloxonmisiz? Qanaqa Shahlo Ahmedova xola? Adashdingiz, men boshqa qizman. Kimi nomeri bu? Yo'q, men Fatima degan qizman. Siz adashdingiz xola mendan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fotimaxon, yaxshimisiz? Rahmat. Instagramda prank loyihasiga tushib qoldingiz siz.